Hozir biz Abu Dabi aeroportidamiz. 29-noyabr kechki soat 8 Tailandga yo'l oldik. Unda sizlar bilan Phuketga ko'rishamiz. Tailandga safarimiz boshlandi. Mana hozir Phuketga hotelga joylashdik. Hozir biz hotelimizdagi nomerni ko'rsataman. Qani unda sizlar bilan keting. Biz aytgancha bu to'g'ri qarasanglar dengizga qaragan uy olganmiz, ya'ni ko'rinishi dengiz bo'ladi. Hozir uyimizga ichkari kiramiz. Qani unda ketdik. Shu bayroqni bizga berishdi. Kirishi bilan birinchalik sanuzul deydi-ku. Mana bu qo'ltarimdagi svetlar yondi, hamma ishladi. Mini kuxnyacha ovqat qilsak, xaridligi. Bu tarafda sanuzul, hammom tuvali. Kelib turib, mana sekin shunday bu yoq esa mana hojatxona ekan, gulga qilib qo'yish uchun shacharlarga bir kreativniy qilib. Endi ko'rinishiga o'taylik. Ko'rinishiga bu balkonlarda qarab ketib yuringlar. Bu yerda sekin yangi odamlar choy ichadigan joy ekan. Bu mana endi balkondan bemalol o'yinlarda nimalar o'tayotganini hani tadbir qilgani yaxshi joy. Ko'rib turganlar kerak. Pastimizda basseynimiz bor ekan. Chiqib, yangi cho'milib, tabiat qaranglar, toza havo, tanga havo. Endi sizlarga hozir yotoqxonamizni ko'rsatamiz. Endi biz 3 kishimiz, hozir 3 ta o'g'ayni, 3 mushkit o'rdik, 3 botir kelganmiz. Chunki hozir birinchisi Ardush ekan ishni boshlab olgan. Shu yerda mana 3 ta yotoq bergan. Kimnidirni kamsitilgan holatda his qilish uchun mana qo'yib qo'yibdi bizga. 3 ta yotoq bor. Lekin hamma yo'q bo'lki, narxlari qancha deb o'ylaysizlar? Kommentariyada izohda yozib turinglar, keyin aytaman. Hozir taksida kelganmiz va taksi kelishini bayiladi. Ot arava. Okay. Kuyunda qarang. Ola hudud. Tamam tekrar. Bu mashinalar yurayotganiga o'zi. Gapiringchi. Hali do'konlarda ichadigan bitta kokos bor edi bo'ladi. Ana bu yerda mana живой ekan. Kakao deydimi, kokosmi? Biladiganlar kommentariyaga o'tog'ramiz deydi. Men yo'lmi bizni azoblayapti. Oshni ta'sirotlar ayting, zavqtiriblar. Taassurotlar zo'r, go'zal. Ba'zi narsalar bor biz yeyolmaydigan, ba'zi narsalar bor biz yeya oladigan. Shu biz nimani yeya olsak, shu narsalarni olib qo'yyapmiz. Yoqimli ishda ha bizga. Agar bizga nonushtamız shu ko'rinishida choy, sharbatlar, mevalar, kruassan, o'zimiz yeydigan tuxumlar. Lekin biz nonushta qilamiz. Qanunda kelinglar. People are almost 100% Muslim people live on.
Hozir biz maymunlar oroliga kelganmiz. Lekin maymunlarni daraxt yo'q. To'g'ri tepada o'tib, yaqinlashtiringlar. Ko'rinadimi? Atrof muhit lekin bomba. Shu yerda mana Kel. qoch ishlaydi. Ochib qoldik-ku. Maymun sekin haydab olgan. O, bolachalari kelyapti. Hozir yana bitta orollardan bittasiga keldik. Hozir tushib, nimalar borligini ko'ramiz. O'zi ham vahshiy bomba bo'lyapti. Suv juda ham tiniq, juda ham go'zal. Mana hozir keldik May orolida. Bu yerda mana aytib o'tganimdek, cho'milish mumkin emas. Vid, ya'ni kameraga qanaqa chiqyapti bilmayman-ku. O'ta miyani tinchlantiryapti, to'g'rimi? Kelib qolgandari havzadan qochib bekim oladigan joy ekan bor-ku. Kreditlarda. Mana bu joyda turistlar kelib rasmga tushar ekan. Atrof muhit bomba. Bu yerda bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Bu yerda cho'milish mumkin emas. Sababi akula bor ekan. Mana turibdi, akulalar hammasi mavjud ekan. Sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana 6 soat chamamda 10 soatlik trip bo'ldi. Sizlarga katta rahmat deylik.